Assalomu alaykum azizlar, hammanglar yaxshimisizlar? Sizlarda yana yordaminglar kerak bizga. Ya'ni ushbu oldimizda turgan hoji akamiz ozgina shu betob bo'lib og'riyapti ekan. Hozir bu hoji akamizni nima bo'lganini, yana nimalar kerakligini shu hoji akamizdan, opamizdan so'raymiz. Opa, nima bo'ldi? Qayerlarga olib bordinglar? Ayni kunlarda hozir doktorlar nima deyapti akami? Biz yaqinda Banisaga olib borib keldik. Biz buni gemoro deb o'ylabmiz. Olib borsak gemoro emas ekan. Boshqa narsa ekan, shu o'ziga tushgandan keyin poni nima bo'lib ketdi, chachilib ham yo'g'i yiring bo'lib ketdi. Banisaga olib borib yotqizdik, uchaylarga o'tib ketdi deb pulimiz yo'qligi uchun 7 kunlar yotib chiqdi. 10 kunga ham chidolmadik. Pulimiz yetmadi, dorilar qimmat ekan. Olib chiqqanimdan beri shu ahvol yotdimdan keyin olib keldim. Hojatga boraman deb dietalab ketdim, yiqildi, shu bo'yicha qaytib yurmay qo'ydi. Farzandlar yo'q-a? Do'stlar, endi haligi farzandi bo'lganda farzandini yoshi kattayib, misol qo'ltig'iga kirib, yordam berib, shunaqa qilgan bo'lardi. Endi bu akalarimizni ham farzandi ham yo'q ekan, shunga endi kelinglar. Avvalo hech kimning boshimizga bunaqa sinovlar kelmasin iloyim. Shu har xil kasalliklardan Alloh o'zi saqlasin do'stlarim. Endi hali ehson qilaman deb turgan do'stlarimiz ham bor. Chunki bunaqa videolarni anchadan beri qo'ymay qo'ydik, endi sog'inib ham qolgan do'stlarim. Xudo xolasa kelinglar shu opamizga, shu akamizga bir yordam berib, do'stlarim 1 so'mmi, 10 so'mmi, do'stlarim xalq baribir xalq. Shu yig'ilib qolsa, ya'ni hozir bu akamizni O'zbekistonga olib borish kerak-a? Toshkentga olib borib berib. Toshkentga olib borib, xudo xolasa bu akamizni ko'rsatib inshaalloh bir sog'ayishiga o'zimizni hissamizni qo'shib bir yaxshilik qilib qo'yaylik do'stlarim. Ehsonning mukofoti ehson deyiladi do'stlarim. O'zingizlar juda ham yaxshi bilasizlar do'stlarim. Kelinglar. Hech yo'q bir ehson qilishlikka bir qurbiylar yetmasa shu videoni tarqatib, shu WhatsApp gruppalarga, shu podelisalar qilib berib qo'ysanglar, qo'lida bolalar ham ko'rib qolsa ajoyib emas do'stlarim. Hozir shu opamning o'zini M-Bank nomerini aytaman, yozinglar. Opa, qaysi M-Bank nomeringiz? 550 bilan. 0550 bilan 550 09 69 39 0550 bilan 09 69 69 39 39. Nima deb chiqadi opa? Odinaxon A. Odinaxon A deb chiqar ekan. Shu aynan opamning o'zini M-Bank nomeri do'stlarim. Shunga solib, agar o'zini ko'raman desanglar, endi ko'pchilik ham bor-da, o'zim ko'zim bilan ko'rib, ishonch hosil qilib gaplashtirib, keyin bir atagani bo'lsa beraman deganlar bo'lsa, Qirg'iziston O'sh shahri 10 chiqqanlarda 136 larda Kanashkas tomon, ya'ni Oybek bekatdan kirsanglar ham bo'laveradi. Bu ko'chamizning nomi nima edi opa? 179-ko'cha. 179-ko'cha. 126-uy. 126 xonadon bo'lyapti. Yani lokatsiyaga yozsanglar ham chiqaveradi yoki telefon qilsanglar ham opamiz o'zi kutib olaveradi. Qadrdonlarim, hammanglarga katta rahmat, hammanglardan Alloh rozi bo'lsin.